hurmatli kuzatuvchilar, mana biz bugun asalarilar uyasi metodini qo'llashni sizlarga tushuntirib o'taman. Bu metodni qo'llash uchun bizga ko'p narsa kerak emas. Bir martalik ishlatiladigan stakanlardan asalarilar uyasi yasab olamiz va uni qog'oz taglikka mahkamlab olamiz. Qog'oz taglikni men chiroyli chiqishi uchun mana asalarilar ini deb unga rasmini ham chizib qo'yganman va uning ichiga sariq qog'ozlarga, sariq smayl qog'ozlarga savollar yozaman. Bu savollarga o'quvchilar darsni mustahkamlash qismlarida, o'tilgan mavzuni so'rash qismlarida foydalansak bo'ladi. O'quvchilar bu metodga juda qiziqishadi. Ular bu metodni qo'llash uchun tezda tayyor bo'lib olishadi va guruhlarda chiqib savollardan ketma-ketlikda olib, guruhlarda savollarga javob berishni boshlaydilar. Va qaysi guruh ko'proq savolga javob bersa, o'sha guruh g'olib bo'ladi. Masalan, mana bitta savolni o'qisak, bir yil necha kun? Bir yilda necha kun bor deb so'ralgan savol. Buni o'quvchilarimiz juda yaxshi bilishadi. 3-sinf o'quvchilarim savollarni shu sinfingizga qarab tuzsak bo'ladi. Bu metodni men ko'proq matematika darslariga moslab qo'ydim. Bu metodni ona tili, o'qish, tarbiya, tabiiy fan darslarida ham qo'llasak bo'ladi. Metodni qo'llab ko'rishingizni tavsiya qilaman. O'quvchilarning darsga qiziqishi ortadi, diqqatlari jalb bo'ladi va darsingiz qiziqarli va sermazmun bo'lib o'tadi. E'tiboringiz uchun rahmat.